Bir bemorlarimiz borda 20 yil gemoroy. Bizda Hemert mahsulotimizda oladida 5 kun svecha qo'yib foyda bo'lmayapti-ku deydi. Baraka topkurlar. 20 yillik gemoroyingizni professoringiz ham qila olmaydi 5 kunda. Bir kurs, 2 kurs ichinglar, sizlarga majburiy sotayotganmiz. Yo bu narsani o'zlaringiz ixtiyoringiz bilan olyapsiz. Bir 2 oyda olaning 20 yillik gemoroyni men 5 kunga foyda tegmayapti-ku deysizlar. Insof ham kerak-da, baraka topkurlar. Mana uni kechasi tiqasiz keragi joyiga. Siz xo'p deng. Mana bo'lsa kechqurun. Mana undan ko'proq iching. Miyangiz ancha nima deydi, xotirjam bo'ladi. İçiniz yumshoq keladi. Prostatangiz ham yaxshilab ishlab, hamma negativ narsalar chiqib boshlaydi, xudo xohlasa. Bir o'q bilan 4-5 quyonni urish ehtimoli bor. Ancha yuqori ehtimol. Gemoroy tasavvur qildingizmi? Ham prostatangizda foyda tegadi. Prostatangizga. Mana bo'lsa ichida ishni yumshatuvchi, hazm tizimini yaxshilovchi, asab tinchlantiruvchi va erkaklik quvvatini oshiruvchi damlama bor. Da o'z qismida ekstraktlar. Zato foydasi bor. Kelishdikmi?